Eng arzon ko'rgan Wagneringiz nech pul bo'lgan? Sizlarga bitta Wagner ko'rsatdik. Kecha buni storiesga qo'ygan edim. Beauty'dan 149 dollarga Wagner keldi. Endi Wagner deb o'rganib qolganmiz, o'zini buni oti bezvozdушный распылитель deyiladi. Kraskalar uchun, emulsiyalar uchun ochamiz. 149 dollarga arziydi yo'qmi? Sizlar bilan birga ko'ramiz. Eng arzoni siz ko'rgan Wagner nech pul bo'lgan? Bitta ko'ramiz siz bilan. Nimalari bor ekan? Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, komplektida даже kiyimlarigacha bor. Mana shuni o'zi ham 100 ming so'm tursa kerak, to'g'rimi? Kiyib yuradigan kiyimi bor. Shlankasi bor. Shlankasining ham uzunligi taxminan 12 metr atrofida bo'ladi. Xo'p, balonlarning sifatini bitta e'tibor bilan kuzatishingiz mumkin. Endi mana pistoletini ham ko'rishimiz mumkin. Saplos qayerda ekan buni? Saplosini ham bitta ko'raylik. Mana bu yerda saplos ham bo'lsa kerak. Xo'p. Endi o'ylangizda topdi bu korobkaning ichidan. Topda turibdi ekan. Udlitillarigacha bor ekan. Xo'p. Hamma narsasi tushibdi ekan. Mana saplos ham tushib ketdi-yu, bor ekan mana. Saplolargacha bor. Tak, 523 ekan. Nima deysiz? 149 dollarga mana shu apparat. Arziydimi yo'qmi? Kommentda fikringizni yozib qoldirasiz. Like bilan podpiska esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, ko'rishamiz.